Ey, amrak maşina. Amrak maşina bilan qo'shilasiz-da. Yo'q, qo'shilashmadim. Qanday qo'shilish qilib shu yurkim unaydi deysa. Kunib qopdimi? To'g'ri. Amrak mashinam uni ko'ndiq qammaylar aslida. Lekin endi biz yana ko'ndigan bir narsa chiqyapti. Nim kun emas. Kujang Goroy. Kujang Goroyning bo'lib ketdimda amrak mashinam deb. Deganimiz amrak mashinam deganimiz Kujang Goroy. Mamlakatimizda Kujang Goroy desizlar. Kujang avtomobilchilik bilan har qaysi shu sohada sizniki shu mashinam bormi, mening mashinam bormi, amrak mashinam? Ahamiyati bor demakchi, Kujang Goroy bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Kujang Goroyning shu tarmoqida Kujang avtomobilchiligi, ya'ni burungi amrak mashinam qatorliq hamma narsa yana o'z yo'lida mengayverdi. Burun ham demasam bizniki amrak mashinam orqali biz butun Shinjongda har qanday joylarda amrak mashinamning mulozimat o'rinlari bilan aloqalash orqali mashina mulozimatidan bahramand bo'lgan bo'lsak, hamda shu Kujang Goroy bilan mush ta'minlab bergan imtiyozlardan foydalanib biz butun mamlakat miqyosida mashina mulozimatidan bahramand bo'la oladi ekanmiz-ku. To'g'ri. Endi bizmi Kujang Goroy deb alsak bo'laverdi. Bo'ldimi hamsa? Ko'ryapsizlar, Kujang Goroy tajidorligidagi uchrashish programmasi. Voy, munda desak payz chiqadi ekan mana. Kujang Goroy. Kujang Goroy deganni endi bunda bilsak, ku degan shu kuda, menga o'xshaydiganlar ku. Endi jang degan shu Shinjang. Kujang davay uçuruş programması. Onda olsa belki bugün tomoshabinlarimizdan hammasi ekran orqali, biz orqali, shu mashina orqali kim bilan uchrashimiz deb talmurib qarayapsizlar ekranga. Ketdi onda olsa you go. Aloqlashay ya. Hey. Aka, keldik juma. Hey. Keldik aka. Şeyma. Ma'qul aka, tushunga? Şeyma. Ma'qul. Sakka, kimdek turdi? Bu ovoz Merdan ablikim mi? Merdan ablikim chiqyapsin, bo'lmas. Lekin chiqdi yana. Yo, o ovoz qursam yana birdan bir chayliq qoqsizda. Emsa qizg'in chavaklarimiz bilan bu aziz mehmonimizni mashinamizga taklif qildik. Yaxshima, salomatlikmi, yaxshimi? Yaxshi do'nama. Yaxshi, o'zingiz. Ahvol yaxshimi? Salomatchilikmi? Abduvali Satto! Salomat do'nama. Yaxshi, tomoshabinlarimizga men bugungi aziz mehmon bilan balkim ko'rishishni bilmasligim mumkin dedim. Kim bilan ko'rishishni bilmayman deb turib dedim-da. Chunki tomoshabinlarimiz texmi qiziqsin zot bugungi cho'lpon kimdo deb talmirib mushu ekran oldidan ketmasin deb hozir bular azroq tetimdan tashviqotdan uzunni beryaptim. Endi bugun sizni ko'rgandan keyin mana hammasi birinchi bo'lib o'ylaydigan nuqtasi nim bo'ldi. Hammamiz Abduvali Sattorni ko'rgandan keyin birinchi bo'lib xiyolimizga keladigan-ne? Endi bulmaq yemayman. Sen o vaqtlar bulmaq yeydigan vaqtda. Ben o vaqtlarda endi Abdullakamni xeli kichikman. Endi bulmaq yemayman degan naqshini unda ko'rgidek, anlig'idek bo'lmagan. Etqa vaqtda sen tug'ilmagan vaqtdan. Balkim shunday bo'lishi mumkin. Hadaymi? 89-yili. Mana bu 12 yil bak. Shu bizmi degan mana ekran oldimda u vaqt bizim bola vaqtimizda mushtoq ko'ratdik-da. Endi bo'lmoq yemayman deb aytib qo'y. U naqshini chiqib bizmi o'zimizning davrimizga nisbatan xeyl moda qilib bir vaqtlargacha aytqanay u naqshini. Bu talab va taqdimni bek moda bo'lib ketdi. Talab va taqdimni deb beradi. Xilqi ballarniki bir go'zal xotirlash to'ylari bo'lsa, chiqilib shu endi bo'lmoq yemayman degan naqsha o'zining shu talab qilish soni bilan rekordni yaratgan shu vaqt. Talab qildi. Mardo saqkan bir aytmoqamsiz ya. O naqshimi? Ey, esida bormi? Baba turtinglar men bir o'ylay ya. Onun saqamlar bizdan cho'nroq keladi ya. Men 79 nom. Ha mana. 79 nom bizdan. Xalala. Oshtaman. Xalala. 6 yosh. Shu vaqtlarda. Shu vaqtlarda. Men amsa 12 yosh. O'yinchilar 4 yosh vaqtinglar deytdinglar bu naqshini. 85 nom go men. 4 yosh vaqtim men. Men shundoq esimda. 4 yosh vaqtida. Abduvali 60danmi? Yo'q. Konvoy ko'nglar. Bir munda bir ishdan do'ppa.
To'xtaq. Kichik bola emasman, imizga oldi yalmaz. Endi topdim aqlimni, bugun topdim aqlimni, qag'ishlig'im yarashmas, qag'ishlig'im yarashmas. Misharikaga vaqtida kulib aytganman. Abduvalining ovoz yetmay qilib, kichik bola emasman, imizga degan vaqt jimli qilib to'xtab qo'y. Naq maydondagilar degan chavoq degani uruytdi, qandamika. Akamnikini anglaymiz. Abduvali akamnikini anglaymiz. Men mushu Qaysi kuy qo'ytab beradi? Saqam o'zi aytganmiki deymiz. To'pto'liqni biladigan emas. Bekpayz tursa o güzel çağlar deyman. Abduvali hozir mana Bekpayz vaqtlarda o. Tuyuqsizda hozir Abduvali 4 yoshdan hozirgi oldiga kapli bir ekran orqali ko'rishgandek hissiyotda men hozircha 4 yosh vaqtda demak shu vaqtda amdi bo'lmoq yemaymandan keyin mayli uningdan sal bir yeshinglar oshgan naqshi bo'lsin va yakimiz ishqi balliqdik asli men shu bo'lmoq emas so'lal tugdi ha. Endi uningdikimi bo'lgan? Uningdikimi sizlar qaqshatmayman, endi cho'ng bo'ldi. Ah, ko'k naqsh. Uningdikimi yana sahna hayotim yana davomlashgan. Mening sahna hayotim shu kichik vaqt davrida endi shu. 4 yosh vaqtimda mening sahna hayotim boshlangan. Shuna bilan shu 4 yoshda shu bir sahnaga chiqish fursati bo'lib, endi ekran oldig'ida. Undan burun men 2 yoshda boshlagan ekanman buncha endi. Tug'ma deylik. Mening dadam shu radio stansiyada texnik xizmatda ishlaydi ekan, shunday Luinsh deymiz hozir. Shu xizmat ishlagandan keyin mening shu tug'ilib shu nima qilgan vaqtimma shu o'rnimni shu muzikaning ichida, shu muhitning ichida bo'lgandan keyin ancha-muncha shu radiolarga, bolalarning ancha-muncha programmalarga, kechiliklarga naqsh etib qilgandan keyin aldirmay bayqilib bu. Aldirmay bayqilgan. Film aldirmay bayqilibdi. Shu ishga jo'q aldirmabdi. Aldirmay bayqilib 4 yoshda shunga bir sahnaga chiqish fursati kelganda, men ekranga chiqish fursati kelgan. Shundan shu naqshdan keyin anondan keyin 9 yoshgacha anondan sahnada ancha-muncha bayramlar, faaliyetlerden hem de keçilikleri olsa şunu ançmış naqsh ettim. Naqsh etgandan keyin shundan keyin ayiqqa hem de mektepning o'rganish besimi deydi, bu boshqa ishlar deydi, shuning sababidan to'xtagan men. Lekin oilada, bizamningki oilada shu o'rganish, masalan, shu san'atninkida ham men 6 yoshdan boshlab ta'mir o'rgandim. Qat'iy to'xtab qolmamoqda. To'xtab qolmamoqda izchil shu oilani ham qildik, lekin sirtqa ekranga chiqib ko'rinmagan. Shundan boshlab anamdan keyin bu azraq talantni debli ishonch qilgan bilan yana ancha-muncha bir san'atda asos bilim bo'lmasimi? Keyin cho'ng bo'lganda qiynalib qoldigan shu acha. Shuni shu cho'nglar bilib yetdimi qanday? Shuni to'xtabdi. Sen aldirmay bir o'rganib, aldirmay keyingi san'at yo'llarini azraq bir dasmesib qo'y degandek bir ishni qilgan o'xshaydi. Farzimcha hamda. Lekin biz shu vaqtlarda Abduvalining shu 4 yosh vaqtida aytgan shu amdi bo'lmoq yemayman shu naqshini aytib bo'lgandan keyin bo'ldi, mabola cho'lpon bo'lib ish qilib bir yerda ishlaydi o vaqt soat kelib qolsa ko'rishalamizmi, ko'rishsak qanday rat bilan tizilib turib, bunday paydo saqlab turib bu cho'lpon bilan ko'rishalamizmi deb o'ylaydik-ku. Chunki u vaqtlar bizning kichik hisobda-chu. Bizning ajoyib go'zal bir xiyollarimiz bo'ldi. Shunda. Hem bugungi kun kelgan vaqtida mana Abduvali bilan hozir biz uchrashish programmamizni turyapmiz. Ekran oldidagi ko'rmanlarimizmi, balkim bizning davrdoshlarimiz bo'lsanglar, ayni vaqtdagi Abduvalining shu 4 yosh vaqtidagi shu sahnadagi shu bo'lmoq yemayman, endi bo'lmoq yemayman degan naqshisi orqali sizlar Abduvalini shu vaqt tutungan bo'lsanglar, mana bugunmi Abduvali naq maydonda endi bo'lmoq yemayman nomli naqshini yana bir qitim o'rlab berdi. Aytadigan bo'ldim-da. Deyman. Onun uyutmalarına... Çapanı sevip etayla. Şuna kolaydı. Mana çapanı. Hem sel sıvatıdı. Programlarını bek hürmet kıldı deyim artık öyle. Bu nakşında bana 30 yılda hoş koptu etmeğilim. Bakaklarına tekstirim isimde bağımıdı. Küçük bala emesmen, imizge aldı yalmaz. Emdi taptım ahlimni, bugün taptım ahlimni, qag'ishlig'im yaraşmaz, qag'ishlig'im yaraşmaz. Kichik bola emasman, nima demayman. Muallimim öz anam, terbiyechim öz anam, o niyatdek ko'mayman. O niyatdek ko'mayman.
Muallimim öz anam, terbiyecim öz anam. O niyatte kömeymen. Mandak baba. O niyatte kömeymen. Eyvah. İşte şalak dilide anlatıyor. Çabat yemek keltiriyorsunuz biz. Üçüncü kuplet bağımike tap kaldınız ya size. Yok. Yok ma. Üçüncü kuplet. Oy biz bek anlaytık iş kılıp. Bakan. Tutam bakan mıydı? Ras isimden çıktı. Mana deyim Boldum yasli, balisi. Boldum yasli, balisi. Yani jığlab Yürmeymen. Hem muallimim öz anam. Hem de kaptı. Baba kıyarında. Bayam kıyarı. O iki misrane körmelerimiz silah yazsın. Silah fırkıp Allah. Hapşırık kaldı. Hem de bu ballıkını sözlersek mi olmaydı o? Bu oşta boz buldu. Abdüllikam'ın hazır saz dizisi saz, nakş dizisi nakşa sözleydiğin esimiz bek çıkardı. Hazır biz en bir şey da. Yani nimekçiliğini boğunun bilsiz ha sakka. Bilme. Maşinimiz çıksın nimek berdi o bir şey da. Nakşi etdi. Ha nakş etdi berdi. Şuna Bulmak yemeğimen nakşini hesap kılmay turup durayla. Yetinde çıkan. Ha. Şunda bir muğun nakısı var. Buldu. Şunu bir kere etimiz. Ha. Ayken paraga çıkıp etimiz. Oldu emsa. Oldu. Beyle. Baxtiyam Gur'un yakında çıkardın zaten. Yakında çıkardım ha. 12. ay mı? Baxtan yağmurlar yığıp ötüptü de öyle ya. Biz de çıkmay kaldık o yağmurlarına. Ne oldu? 7 yıl oldu. Baktiyam. Manda mı? Hep. Müzik sözünüzden. Müzik sözümden ki. İkisi. Teksti Azimet nima? Bizniki Turadın kamniki. Ha? Acab bir sırrı dünya bu. Nemeşka muradımca yürelmezsen. Cahan gülzarda gül bar desen. Sügen gülünle hiçbir üzülmeysen. Cahan gülzarda gül var desen. Süygen gülünle hiçbir üzülmeysen. Süygen gülünle hiçbir üzülmeysen. Neyim? Sakyan bekara Ney? Vay ma tekisi tutuşumuz deyim ama tekisi öyle melodiye kandak kepkette ötkür anlayasan. Aynı özünüz camağızsın. Ya. Ben bin çavasım bulmaz hem de. Gül şihidatken bari vapa sügüyar. Vapa darga Gülistan'da tam atar. Gül şihidatken bari vapa sügüyar. Vapa darga Gülistan'da tam atar. Muhabbet gel bəxt yağmuriyar. Muhabbet gel bəxt yağmuriyar. Abdüeli öyle benim tüyüm okşap kaldı. Bunu Ötkür. aka hazır çokum körmelerimiz qaysı naqshada bek so'rab ketib qoldi. Men ha. deytay. Ha. Aslida enka sezib sormanglar. Ha. Bu mana yunkirsizlar Abduvali Sattar degan naqshni izlaysizlar. Lekin Baxt Yomg'iri degan naqsh chekmish. Ang ustida Baxt Yomg'iri. chiqarib qo'yuqliq. Ashuni desib anlasanglar. Baxtın yağmurları Abdüeli Sattar. Şunda tuşuvatı da hazır. Demek mana hazır hem de Abdüeli'nin olmuşu yoğun, toğum avazları bilen o baxt yağmurumunda qilib söygü, mihir, muhabbet, haqiqiy ishonch. Anadakin biz bu takdiri ishonib atımız hazır. Mesela takdirini düşünüp atımız hesapta özümüzün
taqdirimiz o'zimizning qo'limizda. Nurg'un güzel arzu armanlarımız bayu şunun yetiş için biz tirişiyatımız. Ba'zilarimiz yetdik, ba'zilarimiz urup qavatimiz shunda mı? Shunda bir xil ishqili melodiyalarda buningda bir jup oshiq mashqni shu qor yoqqan vaqtida shu toqqa chiqib qo'yib ikkisini yugatkizib ko'rinish qilib Abduvali Matrab eslab vaqt tushirdi ekan mana. Sizniki bilan o'xshashgan mening hissiyotim qanday? Ashla o'ytama. Bu narsani oldingi ikki kupletda bir xil hindicha puroq bor. Hindichilda Hindiston. Dağlıq bir naqsh Dekli tuylik etdi. Hindistan'ın kilosu göz aldıma geldi mine. Bu da mı rahmet fikrim. Bu da mı yakında icat kılan nakşiti. Şunu olan özümden köngülü püp koyuyor. Yakında taqatkan bu eserine. Şundan Mişa'da bir iyit belgim kep kaldı çoğu. Şunun silahı. Da Nahmaydan da anlısı bir xil bulduk ya. Öz iyit belgendi diyen akşımaydıgan bir tuygu. Maşindesi tekrar bez bulduk ya. Lakan yerlerde taze. Alamıgan pıraklar. Lakan şu yerleri çıkıp kaldık ya mesela. Demek hem de Abduvali, Adırem'de körmellerimiz şunçilik teşna bovatıdı, şunçilik taqaza bovatıdı. Biz Abduvali'nin şu 4 yaş vaqtida köygen bolsak, ondan keyin yani azırak bir naqsh etgan bolsalar, amma men köymüdüm. Sizlarni endi bolmak yemeyme arqılıqlı tunudum, lekin onun dekin yo'qab ketdinglar. Abduvali ne ketgandi deb şunçilik izdidim. Lekin o vaqt tapamaymiz bu biz internet bunchalik kuchlik emas. Hozir hamda Abduvaliniki shu vaqtlarda hamda qaysi ishlar bilan mashg'ul bo'layotgan, qaysi kasbda o'qiganlarni shunda bilgimiz kelyapti. Sizlarni hamda cho'qim ekranlarda ko'rmalarimiz san'at bilan shug'ullandinglar deb hukm chiqarib o'tishim mumkin. Harki sizlar bir doktorlik sohasida o'qidi yo o'quvchilik demaydi. Unda bo'lsa mush jihatda bir bizga oldin bir ma'lumot beringlar. Men shu bayam degandek 6 yaşda şu tembir kasbini başladım. Çok usta öğrendim. Ödüklerinin yetekleşi bilen. Şuna olan bir yaktan penni dersini hep bir yaktan öyde ustazın dersiyle muşuna ben hep arlıkta okuduk. Şu çocuğun bitergendik yılda. Sanat şöyenlinki şu Tungrengendi. Otur teknikumga imtihan verip öttüm. Tamir kesbedin mi? Tamir kesbedin de. Tamir kesbedin. Asaslık nakşını mı özüm hem de ailede özüm yaxşı görüp meşgul mandım. Asas müzik bilen, müzik instrumentimiz açın çiliş bilenler, şunu öğreniş bilenler kiriş kettim. Kiriş hem de şu 6 yaşta başlayıp öğrengençi sanat şöyenlik, otur teknikum kırdım, okudum dedim. Şunu ondakin ma banka kırdım dedim. Evet, okup asaslık 8-9 yılda sana şu yan okudum. Okup olgandakin uçaklarda bizge şunda yaxshi sharoitlar oldu mektepni o'rnashtirishdan ishkir o'lkalarda bo'lsin, shu Ürümçide bo'lsin, har qaysi musobaqalarga qatnashib natijalarimni uzluksiz yaxshi o'qmang dedim. Yaxshi natijalarga erishib keldim. Mamlakat darajasi bo'lsin, har qaysi o'lka darajasi bo'lsin, musobaqalarda yaxshi natija elib, maktabning shunda bir ko'z tikishi bilan sana shu yerni o'ziga o'qituvchilikka qilib qoldim. Manda shu tambir dutta kasbida dars bergan o'qituvchilik qilib, mana hozir ishlat qilib 10 yil bo'ldi sana shu yerni. İşçi bola əvəzmən, imizgə al diyanmaz. Oy, bu nima şok ketdi? 10 yil. 5 qadam tamburchi, bizning o'qituvchimiz. Bu tamburni 6 yoshdan o'rganib kelib, nemish Abduvali tambur olmay Abduvali Sattarov qo'ldansiz. Abduvali Sattarov qo'ldansiz. Jiqlarim shunday ekan, hamda Abduvali Sattar, uning Sattar dadamning ismi bor. Abduvali Sattar esa bu sata chaldigan bola o'xshaydi, ol deydi ekan. Ben Nurgul'dur mana hozir inim o'tkir ashna da'vatı Nurgul'dur men ashna bu siz asli dadingizning ismi bu dedi. Dadamning ismi biz onu Abduvali Sattar deb anglaylar bu Sattar deganda hamda taxallus yoki sata yomon bir bola o'xshaydi. Voy sizlarchi, bu so'zlarni to'g'ri ishlatibsizlar. Urg'un xato beribsizlar. Sattar degan ism, Sattar degan mavo chaladigan ashu. Abduvali Sattar davaga o'xshaydi. Sattar degani ism o. Sattar degan odamning ismi. Sata degani. Sizlar Abduvali Sattardan do yoki Sattarda. Sattar 2 teva anında. İsimde 2 teva. Annemede müzikte bir teva. Sattar. O çalgı satdı hem de. Demek bular sizlarni Abduvali Sattar deb aytgan bu demek. Abduvali Sattar. Sattar ekan. Ma vaqalarni bitirib qo'ydik. Shunda ona jiqlar ashunda deb qoldim men ham Sattar usta
bir nim bo'lganligi uchun, chaldigan bo'lganligi uchun, mushuni bir taxallus qilyapti-da, nurg'ul degan unda emas, bu dadamning ismi. Dadamning ismi, mening kasbim Tanbir, satadim chalamayman. Bitta Tanbir sata hammasini chalaman, lekin kasbim Tanbir. Deb qo'ymayman ularga. Tanbir eng tez sazlarning biri qo'ymayman. Tanbir tez. Tanbirni çaldı degan gap boshqa sazlarning asosan chala olaysizlar degan gap. Endi tarisi bo'lsa, tirishtirgan. O'tgan mazraq bir tarisi bor. Bu muzikadagi ajoyib xislatlik bir narsa-ku bu hamda. Da o'zingizda o'ylab basanlar hamda. Mush yurakdan chiqadigan bu hissiyot degan narsa muzika nisbatan yurakdan chiqqan hissiyotni mush kalladagi inkas bilan kallada buyruq yerda kallada nimiz buyruq yerda kalladagi butun qon tomirga shu nervlarga buyruq qilib mush 5 barmoq 10 barmoqda hamda ikki qo'l 10 barmoqqa buyruq yetkizib yağaçdek bir cansız sazını qo'lga akirib onunda tarı var shundan tarani chiqarib ovoz chiqarib onundan kuy chiqarib xalqning qo'liga kirgizib ikki ko'zdan yosh qamaq asan bir leja emas rasmi ma nima o'tkazsam chalamaysan bu deyman saz tavasida meni uydagilar 6 yoshimda Abdullakamdek gitarga beribdi ekan lekin men Abdullakamdek anda izchil ma'amaganda lekin sen chalalaysan astula men anchamiz chalalayman gitarni o'zini ajdan chiqdi unda o'z bu yerda agar biz bir mushuni bir texmo bir aniq sharhlab berishimiz uchun men endi faqat chalamayman-da. Menga akaga vaqtida haqiqiy Baytin degan Abdullayniki shu 10 barmoq jonsiz narsaning shunday kishining yurak tarig'i berib turib yig'latqizalaydigan kuyni Abdullay chas chiqdi. Men chaladigan bo'lsam endi nim kuychilar ko'rsam bir o'yliya. Ben oyluğum kemidi ya kaldarsın. Sizin özünüzün yürek uçuşluq neye çıktı? Ko'nglimni yasatıdı. Yine bu samimiy oldu. Hem adamın yürek okşamaydı. Kemter. Yüregi hammasının yüregining hissiyoti o'xshamagandan keyin chunki faqat bo'lmasimi chalanmasınız mı anglashib olsun yürek payizda amma yuregingiz payizda shunday deb tushunaman Abdullakamning do'yinsiz chiqarib qo'ygan musiqalarni anglab o'tirgansam 50 yosh bo'yidek anglab ketman o chaydamdan qo'yib ajoyib huzur aka ilqi yoshlar unda xalq musiqalarini anglamaydi deydigan bir tarafdan qarash bor biz men bo'lib men yoshman shunda anglayman Abdullakam shu Tanbirda bulam dutad bulamda chalgan musiqalarni shu bayam men hamma narsani chap bersiz 5 yil qaysini o'rgangan deb shu savollarni so'ray deb sattarlarni qo'shyapti ekanman sattar dadangizning ismi bo'ldi endi aka Tanbirni o'rganib bo'lib dutdanimi shu saat maktab vaqtida bilib o'rganganmi yoki yo'q menda Tanbirni asos o'rgandimda bayam sakam dedi to'g'ri dedi Tanbir chalgandiki nima tirishtamdi deganga o'xshab qo'lga tirishgandikilar uning ba'zi bir ustozlarning chalgan asarlari yoki lentga ilingan bunday narsalar bo'lsa tuyuqsiz odamga zohir degan to'xtab Tanbir chalgandiki tutdanni o'rganishim kerak edi tutdanni o'zim o'rgangan hamda shu ustozlarning chalganini ko'rib turib o'zim yoqtiribdi shuni o'zim o'rgangan keyin satanimi unim yosh ko'rib tutdan keyin satan o'rgandim yani bir anasını bilemsiz ya, ondan başka. Ravapni manchimi chalaman. Qarvanasini hamma soniga o'tkir. Gitarni chalaman, jampanni chalaman. Hamda o'zimmi aranjirovka deydi, peychi qilaman. O'zim muzik ishlayman. Bundan keyin ko'proq hamkorlashaylar. Saqam sen naqsh bo'lib Men naqsh bo'lib qolyapman. Buni o'ziga Abdullayniki ma kuyi ning o'rni menikiga endi bir to'g'ri kelyapti. Men nurg'un chulponlarga uchrashdim. Hammasi aytgan kuydan yo esilib qolman, yo faqat bir o'rin topamagan. Bayqi aytgan bar nima baxtiyam o'rinni anglab chiqarib baqsam shu o'rni shunda normal keldi menikida. Ikkimizning bo'yingizligimi o'xshab qolandini qaraganda 80 ma. Ya 1.74 m. Asal yaqin keladi ekan. Azroq egizga azroq unchalik bo'lmas hamda. Bu ovozning yuqori tuvanligimi shu bo'yam bilanmi bo'y egizlik bilan munosabatli. Qancha egiz bo'yinlar uzun bo'lgansa odamning ovozi tiyinroq chiqadi. Qancha paka qisqa bo'yin qisqa bo'lgansa go'yin chiqadi ovoz. Lekin men har yo'q odam eng kichik ovozini anglab qoldi. Abdullaly bak xushchaqchaq bu. Ha? Men 4 yoshida bir ko'rgan, undan keyin biz Urumchida ko'rish baqmadik Abdullaly. Ko'rishmadik. Bir programda bir ko'rishib qoldik. Shundan keyin siz ko'rishib qoldik. Navoga akagan esimda bor mana. Navoda bir ko'rishdik. Navo koni bir param olib ketdi bu. Navo qancha olib ketdi aka? Shucha yo'q. Navo sen tug'ilmagan vaqtdan yana. Tug'ilmasliklaydi nima deb gapiraveradi, tug'ilmaslar. Abdullaly bilan shu vaqtda bir uchrashgan, to'g'ri. Undan keyin hammamiz o'zimizniki oilamizdaymiz, xizmatdaymiz, turmushdaymiz, atrof.
nurg'un ishlarimiz bilan aldirash bo'lib ko'rishamidik. Mana shu biz har qatim shu uchirish programmasiga bek rahmatimni aytaman. Eng aziz men hurmatlaydigan, bek yaxshi paranglasha oladigan, men hurmatlaydigan kishilarimning hammani akab berdim. Qanqish paranglasha olmayman. Erkin ozoda, bu yerda hech qanday bir ko'rinish yo'q. Shundami? Shunda yaxshi. Bayam aka kuyim bek mas gap ketdi dedingiz, yana birini aytang bizga. Yana bir nima? Yana birini aytdimiz. Ko'nglim degan naqshingizni qo'yaymi aka? Mayli, uni tekshirib Abdullaning ko'ngli maylig'i. Yadimda aytib baqay. Bo'lmasa telefonni appli aytamiz. Bu o'zingizning ijodiyati. Bu o'zimniki. Bu ijodiyatni o'zil qilib hech kimga bermaydigan emasmi bu Abdulla? Unda qilmanglar. Belkim tamam oldu hammasi kütmendi aramal gönlüm öksüp turgan sevginişimni toğan seni to'sib ol gönlüm öksüp turgan sevginişimni to'g'an selip to'sib ol ko'nglim qoldi faqat shirin xotira pinhollarda saqla ko'nglim qoldi faqat shirin xotira pinhollarda saqla ko'nglim tusar chaq ko'ngan shu xumor necha varaq ko'rib ol ko'nglim sarcha ko'ngan shu xumor necha varaq ko'rib ol ko'nglim tunda kelmas ko'zimga uyqu yolg'izlikqa ko'nib ol ko'nglim tunda kelmas ko'zimga uyqu yolg'izlikqa ko'nib ol ko'nglim unutarman belkim bir kuni unutqıcha yig'lab ol ko'nglim unutarman belkim bir kuni unutqıcha yig'lab ol ko'nglim unutqıcha qina Bek. Bu Abdullaninki melodiyalari, ijodiyatlarining hammasi ajoyib bir murakkablikni talab qildi ekan. Kuyning murakkabligi bekli yo'q ekan. Ilqi biz ba'zi vaqtlarda hamda munda deganimda biz oddiy ma'vo havaskorlarga nisbatan kuy qancha oddiy bo'lib qolsa, biz qancha to'rab keta olsak, ko'nvasa bo'ldi. Abdullaning shaladan chiqdi ekan. Tunda uyqu deya bir xil bepoyonlik. Demakchi bo'lg'unim bu yoqda mana shu kasbdikilar o'zlari ustozlarimiz hozir bahobamoqchi bo'lsam de Abdullaning shu ijodiyatiga qanchalik darajada ajr singini, qanchalik darajada shuning muzika tadqiqotining yo'g'rilganligini his qila oladi deb o'yladim. Shu bizgo men hozir xeyli ögüney desem ögünüp bulamadım kuylar xeyli bir yerlarga chiqadi. Endi bir ko'cha kirma emas. Endi bir ko'cha kirma emas degandekmi? Safiyansiz anglang. Abdullakamnikini anglang. Abdulla ustoz. Unda qilmoq olsa bir naqshlarni ijod qilaman, unda qilmay. Ustoz deb qoldingiz aka. Mush Abdulla akam endi yosh qo'ramiz bek ilqi yosh ko'ringandan keyin bek tarix yo'qdek his qilamizda. O'quvchilarimiz bir xil
Sizni og'ingda Og'inamni deydi. yaxshi ko'rib o'tamdi. Ağını pın yolu deydi. Bir munosabat tutgansizlar. Bu hem de men bek kichik yili xizmat tushgandan asosliq shu shogirdlarim hammasi yoshda boyama o'tkirinim degandek chiq farq qilmaymiz. Hammasi mendan egiz, men bilan teng. Lekin mendan qiyir chiroylarim bor degarsizda. Dak bogingiz mol deydi. Endi o'timizda hali vaqtgacha men shu maktabdan kirsam darvozani sho'rshundan so'raydi deyman menda darvozda. So'mkini otifli kirgandagida bebolon otif kirgandagi o'quvchi o'xshaydi deydi. Shuni bilan meni o'quvchilarimdan Allohingdek maktabdami shu, sirtdami shu, okinidek, og'inlirdek Jolinxo, Linglinxoda ketimiz endi. Shunda o'quvchilik munosabati pek. Endi bu birga shundaylik munosabatimiz shunday yaqin akinidek menda bo'lganda, endi u bolalarni o'zining hissiyotini, o'zining turmush kishilarini, kasbda qilib bo'layotgan qiyinchilik narsalarni bemalol sizlarga deyiladi. Abdasiq deyilmagan gaplarni balki menga deydiganda, degandaki men o'zimning turmushiga ulardan baldir bir besib o'tgan tajribamga asosan unga bir yaxshi takliflar bera oladiganman. Mana shunda bo'lgandaki buningga bir foyzi bor ekan bu deb o'ylab qoldim. Menimda hurmatga sazovor ustozdi bu Abduvali ustoz. Abduvali akam sizning ishingiz bog'ida o'quvchilar nega sizning ishingizga bor. Bizim qayar emas, chunki Abduvali farqlandi ekanmiz hozir. Nala? Men bek bez oldu. Nala da qo'yadi. Men gapim degan gap so'rama degan gapda hamma bilib olsa. Hey. Shuni o'tkir yaxshi o'tayli juma fikr. Cho'nglar hurmatlab degan gaplar bor. Yaxshi o'tayli. Yaqinroq o'tayli. Eski ma programma shunda bek pez program bo'ldi. Yardim aka. Menga yardi, shaxsan yardi. O'zimizning gaplarni ba'da chiqarib, birinda sayat qilib, boshqa xotanga borgandagi ishganda ham mo'ndishimizga bir safarlar chiqsa. To'g'ri. No, mashinalar qilib nurg'un deyishmagan gaplarni uchtirish bo'lmagan uchirishlarni o'tirib deyishdi ekan biz bunda safarlamasak deyish. Mana deyishib baxmagan gaplarlar bo'lsa, bugun bir deyish baqayli deb o'ylaydi. Deyishib baxmaganman. Deyishib baxmagan gap yo'qdimiki deyman ana. Chiqib qolgan bo'lsa yaxshi bo'ldi. So'raladi bek. Qiziqlarlar bo'ldi endi. Abduvali'ni men bunda o'ylaydim-da, shu bo'lmoq yemayman vaqtida, hamda o kichik vaqt bo'lgan xarakterini men ancha bek ifodalab bo'lmaydim, ammo noyta ish qilib bir xil xushchaqchaq, anandikinilqi so'rinning guli demdiq. Uni o'ylagandim. Ammo sen baytin degandek do'yin o bo'ladi, sozning noyta ig'ir salmoqligi bilan, apla, men yo xato tushunib qoldimmi yo bu ilqi çoğunlarımız baytın hürmet qilib, eng qadrlab turib anglaydigan musiqalarga nisbatan, shu çalgı asboblarga nisbatan sizlarning mehrironlar, sizlarning muhabbatinglar bo'lg'ashqa, amdiliqi da ig'ir, salmoq deb o'ylagan. Ammo bizning mashinaga chiqqandan keyin ikkimizning echilib ketganini qarab, bek epona kelishib qoldi ya. Bekla. Demak, sizlarning odatga shu xarakteringlarni bir tushunib baqsaq bo'lamdi. Bu hamda o milliy musiqa chaqandikam ma tambir unda chaqilmaydi. Ya undan chaqilma bo'ladi. Lekin hamda ma musiqa chaqandikan cho'qim uningga bir zehnni qo'yib, shunda chishilib ketgandikinlar, musiqadagi ovoz xato tutilish, musiqada udardan chiqish, izib ketish, hamda shunda ahvol bo'lib qoldi-ku, hamda buningga. Hamda shu bir musiqani chaqandikan chunki haq mesela tamashabin deymiz-ku, mesela bir sorunda olsun ve 10 adam olsun aşım bir tamashabin. To'g'ri. Aşım bizning aşım musiqimizni yaxshi anglasa, aşım bizga bir yaxshi bir tamaq etpagandeklar, aşlarni bizim bir yaxshi musiqa chapirimiz-ku. Aş yaxshi musiqani bir yaxshi chipasak shularga aşım huzurlimda. Shuning uchun biz aş chaqan musiqamizga bir 100 kiloligidek mas'uliyatchan tuyg'usi bilan shundan sal qapig'imiz turilib qolamdi. Ashadimda o'tirib kirib ketib qolamiz, chunki ko'zimiz yumilib ketdi. Ashuna qolgandan keyin haqlarga voy yomon cho'ng suhbat. Mana gap saqolab bo'lmas qapiga yomon bir odam kenda degan bir hissiyotni berib qo'ydi ekanmiz-ku. Berib qo'ygan amaliyot unda emas. Hamda chunki shu musiqa chavotgan chog'da balkim kayfimiz qarta, shu musiqaning salmoqligi qarta shunda bo'lib qolishi mumkin. Uni men bayam siz degandek ashuna o'ynab turib uncha aslida chunki musiqaning nimasi bilan xarakterlar o'xshamaydi-da. Masalan, shok musiqalar bo'ladi, masalan, sahnlarda chiqib qildigan, uni o'ynamay qapoqni turib o'tirib chog'ilib bo'lmaydi. Payzi musiqalar bo'lsa, uni kulib turib o'ynab turib, bir-birimizga jo'li qilib turib menda chasak 100 bo'ladi. Hem şundan yeri var hem de. Musiqa qarab bo'lgan gap. Demek men ig'ir emas. Ben acayip yosh demek-chi o. O yenik emas, juma emas. Sotlar naqshi musiqaning gapga bek olib ketib naqshini anglab oldik.
biz endi tamburlarni chap berang, satarni chap berang desak, to'nlik desak bo'ldi ekan. Men o'tganda bak qiynalib ketgan tuqa. Rasmiy. Kim chapayapti? Gulbarda duttani qilib shu ish qilib men shunday bo'lib turdim. Abdulakamning ishxonasiga bormamda. Bizni mehmonga chaqiramiz. Aşına kılaylı. Biz her kıtım programımız çıkan çolpalılarını biz alayda teklif bilen tamakka veya o işler orlaştırdık. Bugün Abdüveli öz küçük boğanken bizim bir tamak orlaştırdık. Yok çatay yok. Olam köksümde çatay yok. Manda kılaylı. İşxana yeri bayam hem de müzikinin paramlap kaldı ya. Hem rast degende hem de sizni bu yerda japa qo'ymaydi, mandasi ko'tarib qo'yadi. Ya tentons yo'q ya. Bo'g'amiz mandasi kim chaqilib turdi. To'g'ri. Shuna bilan ishxonaga boraylik. Ishxonada bir ikki payda muzik chep beray. Balki ishxonada shogirdim bo'lishi mumkin. Shogirdim bir tankash qilib bersa, bir ikki muzik chep beray. Andan keyin mo yesak bo'ladi-ku. Tamak menda aka. Qo'llarimni mehmon qildim. Chaqchaqdan deb qo'ydik. Yo'q, chaqchaq, lekin qo'lim ko'ksimda kim? Rahmatjim Abdulay, shunda xush bo'ldik. Bunda dap papmi yo dap bo'lsa dap nazar chalalishi mumkin. Retimin ba men dedim. Dapma bo'lishi mumkin. Chiqib qoladi. Unda bo'lsa balki mikro aldık do'stlarimiz bek oldirib ketyapsizlar. Endiki damlarda biz Abdulay Sattarning ishxonasiga ketdik. Davay. Amsa o'ziringlarda Ko'jan Goroy tayyorlikdagi uchirish programmasi Abdulay Sattarning ishxonasida. Sahka Abdulay aka kelib oldik. Bu akamizni bir tanishtiraysiz-da endi beshida. Ben bir tanışırız buday. Bu mening yaxshi shogirdim, yaxshi tambirchi inim Erpan Anavar bo'ladi. Oy, Erpan, qarshilmas. Bayam degandek o'zining shogirdi o'zining cho'nchirak qilgan ekandan deb og'ingiz debdimi bu yerda. O'quvchilarim mana shunday paytda deb o'tgandek-chi. Shu. Bugun mana qaraydigan bo'lsak, Abdulay Malimniki shu xizmat ishxonasida butun chalg'ular hammasi esiqlikka. Xorliqni hammasini chalindi emasmi? Bugun ish qilib bir hamda shu shogird bilan ustoz birlashgandan keyin bir intamni bizmichu İli vereyli. Sen bir epey qilmaysan. Biz odatda mashinada choplab qo'ydik aka buni. Endi amal yo'q, o'zimiz isbot turibdi men. Bugun o'zimlar bo'layotgan mana o'tkirsa men o'zini o'tadigan operatorlik xizmatimdan kelib o'taman. Sahkammi shu? Hamsa bir muzik kelib beramiz sizlar aka. Bo'ldi. Undan so'ng tunji bir ishxonam kelib qolibsizlar. Hamma sizlarning hurmatingizga bir muzikchi o'rlab beray. Bo'ldi. Shogirdim bilan. Bo'ldi, rahmat.
Ahmet aka bir qol do'stim chalamiz. Mana bugun ko'rdi ya. Abdurahim Malim, Erpan sizlarga ko'p rahmat. Yana birini talab qilamdik, yaxmi? Meni o'bak talab qilma. Bir nima? Ha, ma'qul. Ma'noda endi sho'xroq birinchi Sho'xroqdan salamni qilsak-a. bo'ldi. Yana bir shogirdim bilan kun va tun degan muzika. Chaprayash. Uzun bo'lib ketsin. Tunlarga. Rahmat, sizlarga ko'p rahmat. Besiz kaldıratsız aka. Charchapsiz operatorligim tas. Hamsa basmay turing. Men bir sovg'a tag'ish keldim. Abdulla akamlarga. Ko'ngil sovuqdim ba, men bir berib olay. Bu tomoqni deyishgan tuqqa sovg'a qo'ymarsida. Ayrim. Birisi men mashrab xalqaro so'lchak ketdi. Bozorga salgan zardan sap ovqat qiyam aka. Mana sizga. Endi yan birisi zardan bo'sin chattal ovqat qiyam. Mana sizga. Rahmat. Chikanlarga birdim bir sovuqdim bo'lib qolsin. Rahmat enim, rahmat. Sovuqtimiz bo'lib qolsin. Sovuqdim. Operatorni chiqarib aytganligini endi o'tkir, ha? Shu. Rahmat aka. Sizlarga ko'p rahmat. Rahmat.